kvartiram bor, yaxshi hovli chiqsa almashaman deganlar uchun, sizlar uchun Gulbog' mahallasidan yo'lda shundoqqina yuzidan fayzli bir xonadon topib qo'yganmiz. Kirib yashasa bo'ladigan 7 ta xonalari bor. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda shundoqqina keng, balandgina darvozaxona kutib oladi. Undan o'tganimizda bu yoqda uzungina naves qismi, bu yoq tarafda shundoqqina chap qo'limizda 2 xonali uylari solib qo'yilgan. Bu yoqda remontlari yaxshi holatda, bemalol bitta katta oila kelib yashasa bo'ladigan holatda. Bismillah. Mana kirganimizda bu yoqda katta koridor, shundoqqina chap qo'limizga yurganimizda yaxshi bitta katta zal qismi, remontlari ko'rib turibsiz, o'rtacha holatda bemalol bitta oila kelib yashasa bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoqda mana ko'rib turibsiz. Bitta spanli xonamiz, spanlimiz ham mana ko'rib turibsiz. Yaxshi holatda, keng, patologlari balandgina joylashgan. Undan chiqqanimizda hovlimizda bu yoqda mana o'tirish uchun salqingina yaxshi holatda stol-stullarni qo'yib qo'yilgan. Undan o'tganimizda bu yoqda yana bitta xonamiz bor ekan. Bu xonamiz mehmonxona, mehmonlarni kutib oladigan xona. Ko'rib turibsiz, bemalol bu yoqqa ham anchagina odam sig'ib ketadi. Mehmon kutishga umuman qiynalmaysiz. Undan o'tganimizda bu yoq tarafda yana bitta ozgina eskiroq uylari bor. Bu yoq 4 ta xonadan iborat ekan. Bemalol hozirgi kunda egalari o'zlari yashab yuribdi. Undan o'tganimizda bu yoqda yana 2 xonali vremenkalarni solib qo'yilgan. Bu yoqda ko'chani oshxonalari bor. Hojatxona, hammomlari bor. Mana ko'rib turibsiz, bog'larimiz ham yaxshi holatda. Bu Gulbog' mahallasida o'zi yerlari yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, uzumso'rlar, uzumlari yaxshi holatda, mana qop-qoragina bo'lib, chiroyli holatda pishib, mazaligina bo'lib turibdi. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, bitta katta xo'jalik kelib, maza qilib yashaydigan holatda. Mahallalarimiz tinch, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q, dokumentlari hammasi joy-joyda. Bu uyimizga egalari narxini 47.500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Bizning nomimizdan chiqsalaring yana ozgina kelishtirib beradi. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Gulbog' mahallasidan uy qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz.